Qizlar, mana qizlarning sochchalarini qaranglar. Asal ko'z tegmasin. Bularning sochlarini chiroyli qilib beramiz. Xo'dlari bilan poslisini qo'yamiz. Bugungi klientdan Imona nechiga kirding? 6ga. Voy, молодец. Sochlari juda ham chiroyli. Poslisini qo'yamiz. Sochini orqalaringizni tutinglarchi. Shunaqa jingali sochida bularniki. Zo'r chiqdi. Chigar bo'lmaydi, mazza qilib yuradi taraf. Chiroyli, sog'lom, yumshoq, yaltiragan soch bo'ldi. Bularni do holatlari ham bor. Do poslilarini hammasini qo'yib beraman. Qizlar, mana nanoplastikamiz vitamin komplekslari bilan qilib, srazu yuvib quritib berdik. Sochlarini posli holati juda ham zo'r chiqdi. Nechiga kirding? 8 yoshli qizimizni sochlari Shabbona, ismi ham, sochi ham Shabbona ekan o'zi ham. Chiroyli chiqdi sochlari. Zo'r. Sal uzoqroqdan. Tezda. Boshla. Oldinga, orqaga, oldinga, orqaga. Yana bitta. Voy, молодец. Vashi. Oldinga. Suril. Oynaga qarab suril. Mana yoqqa. Davay, tez. Kim sher, kim ashula aytib beradi yoki o'ynab beradi. Mana qara. Soching yoqdimi senga? Sengachi. Nima? Yoqdi-de. Bunaqa o'zib oladigan odamni qayerda ko'rgansizlar? Majburlab.